Assalomu alaykum hurmatli mekendештер. Amansыздарбы? Азыр мен bir videoga көзім düştü. Өзбекстандық тарихчылар Кыргыздын тарихы тууралуу сөз кылган видео. Аны көрүп чындыгында өтө бир сүйүндүм. Анткени ал жерде кыргыздар тууралуу өтө жакшы ой пикир, өтө жакшы сөздөр сүйлөнүп жатыптыр. Qirg'iz nomi O'zbek Qozoqdan ham oldinroq kelgan ekan. Shunday. Endi bu faqat O'zbek Qozoqdan emas, ko'plab shu boya aytib o'tgan 32 ta turkiy xalqning bir 5-6 tasi. Азыр мен ал видеону сиздерге коюп берем. Ал жерде мындай сөз болтат. Кыргыздын тарыхы дейт. Канча түрк мамлекеттери болсо азыр дейт. Ошол түрк мамлекеттердин сап башында турган байыркы эл кыргыздар. Түрк тилиндеги 5 сөз болсо, ошол байыркы сөздүн 5-чиси бул кыргыз деген сөз. Кыргыздардын тарыхы эң чоң деп жакшы бир ойлорун бөлүшүп атат. Эми ал жерде көп сөз болгон, өзүңүздөр көрүп аласыздар. Мен азыр толук коюп коем. Комментарийга ошол өзбек тарыхчыларына жакшы бир ой калтырып койсоңор жакшы болот. Анткени кыргыздардын тарыхы тууралуу мощный кылып сүйлөптүр. Урматтуу мекендештер, видеонун башында Москва, Казакстан бирди чыкты маселеси сизде пайда болсо, биздин Элдияр деген агабыз бар. Байланышып барып келиңиздер. Juda qadimdan beri saqlanib kelayotgan bo'lsa, o'shalardan biri qirg'iz. Hattoki eng qadimgi turkiy so'zlardan bittasini ayt desa, 5 ta so'z ayt desangiz, bittasi albatta qirg'iz degan so'z bo'ladi. Урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Белес парты барыңыздар билесиздер. Бул парттын проценти болгону 1% туугандар. Парковый самозанятый болуп иштесеңиздер болот. Жана ошондой эле азыр жакшы бир жаңылык чыгаптыр. Ушундай электронный путевой лист. Бул путевой лист официалдуу. Любой жерде өзүнүн юристтери бар, жооп берет экен туугандар. Анан любой документ, кисар, писар, таксигерет документтер бүт барын жазам берет. Мен атыман келип ушул партта иштесеңиздер, 1 жуманын ичинде сиздерге 1000 рубль балансыңызга салып берет туугандар. 1% Белес паркында. Qardoshimiz. Shunday qardoshlarimizdan biri qirg'izlar haqida suhbat qilsak, chunki biz qozoq qardoshlarimiz haqida suhbat qildik. Juda ham ajoyib, ko'pchilikka ma'qul keldi. Albatta bunday ko'rsatuvlarni ko'paytirish kerak. Bugun qirg'izlar haqida suhbat qilmoqchimiz va ma'lumotlarni izlasam, Qirg'iz nomi O'zbek Qozoqdan ham oldinroq kelgan ekan. Shunday. Endi bu faqat O'zbek Qozoqdan emas, ko'plab shu boya aytib o'tgan 32 ta turkiy xalqning bir 5-6 tasi juda qadimdan beri saqlanib kelayotgan bo'lsa, o'shalardan biri qirg'iz. Hattoki eng qadimgi turkiy so'zlardan bittasini ayt desa, 5 ta so'z ayt desangiz, bittasi albatta qirg'iz degan so'z bo'ladi. Qirg'iz degan, ya'ni qirg'iz degan nomning o'zi turkiy. Ham juda qadimiy. Yozma manbalarda ilk bor uchraydigan so'zlardan biri. Qo'qon xonligida mana eng so'nggi davrlarda, so'nggi asrlarda yashab o'tgan davlat 150 yildan ortiqroq yashagan. Mana shuning asosi tayanchi o'zbeklar, qirg'izlar, uyg'urlar, qozoqlar, mana shunday birodar xalqlar bo'lgan. Men ayniqsa qirg'izlarning o Qo'qon xonligidagi o'rni juda ulkan bo'lgan. Buni tarixni noto'g'ri tushunish ham bo'ladi. Bunday qarash, noto'g'ri qarash ko'plab muammolarni, so'roqlarni keltirib chiqaradiganda, men shu nimadan tushishdan so'zlash bo'lib tushayotgan, minbardan tushayotgan paytimda bir nechta olimlar kelib meni quchoqlab oldi. Nima qozoqcha aytganda bo'rmalab tashlashdi, chigallashtirib yuborishdiki, chalkashtirib qirg'izlarni faqat u tomonda deb ko'rsataverdi yoki aynan u yerdagi qirg'izlarga borsangiz, ularning nomini boshqacharoq atab tashlagan, hakas deb aytishgan. Ular ham o'zi qirg'iz. O'zi qirg'iz deb aytiladi. Yerli shakli, chunki xitoychada r bo'lmaganligi uchun qirg'iz so'zini hagas deb aytdi-da bular. Hagas. Shundan o'sha oktyabr to'ntarilishi arafasida o'sha Chor hukumati, keyin bolsheviklar nom berayotgan paytda turkiylarga o'zlari bu manbadan yozma manbadan nima oldi, ba'zan o'zlari to'qib tashlab, bitta daryoni bo'yida bo'lsa, falon tatarlar, piston tatarlar qilib bo'lib chiqish nimalar bo'ldi. Shunda qirg'izlardan uzoqlashtirish uchun ularni hakas qilishdi. Hakas. Bugun Hakas Respublikasi bor, avtonom Rossiya Federatsiyasi tarkibida mana shunaqa holat bor. Lekin u yerga borsangiz, hali ham o'zini urug'i kim desa, ayniqsa Oltoy turklari bor, ular ham o'zini qirg'izmiz deydi ko'pchilik. Hattoki Mo'g'ulistonda ham o'sha Hakaslarga yaqin bo'lgan urug'larni mo'g'ullar ham qirg'iz deb aytadi. Faqat bu nima, sovet fani shunday ediki, siyosatga moslashtirib, to'g'ri, sovet davrida ham ancha-muncha olimlar bo'ldi, izlanishlar bo'ldi, lekin mana shunaqa siyosatga xizmat qiladigan bo'lib tashla va hukmronlik qil siyosatining natijasida mana bugungi kunda o'sha Hakas bilan qirg'iz alohida bo'lak-bo'lak bir ellarga aylanib ulgurdi. Hatto ularning
Урматтуу Москва шаарынын мекендештер, эгерде мыкты стоматолог изеп аткан болсоңуздар, анда барыңыздарга Курманбек агабызды сунуштайбыз. Туугандар, өзүм ар дайым ушул жерге келип тиштериме кам көрөм. Туугандар, барыңыздар, келиңиздер. Эгерде YouTube каналдан мен атыман келсеңиздер, барыңыздарга өтө сонун скидка берет. Туугандар, метро электрозаводская жайгашкан. Түбүндө телефон номерлерге жазып, адрес сурап, тактап, бош күнүнө келе бериңиздер, туугандар.